Uzdil HTML darsligi 37-qism HTML5dagi film va DOM. Video elementini DOM orqali boshqarish. HTML5dagi video elementining o'xshashlar usul, xarakter va harakatlar bor. Buning ichida usul deganimiz qo'yish, to'xtatish va qachlash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xarakter deganimiz vaqt uzunligi, ovoz yuqoriligi qatorliqlarni o'z ichiga olgan bo'lib, o'qish va belgilashga bo'ladi. Buning ichida DOM harakati bizga video elementining qo'yilganlik, to'xtaganlik uchun ko'rsatib beradi. Demek biz bu yerda bu DOM harakati orqali videoniki oldida qo'yg'ishda faqat u addilam filmniki adresini ko'rsatsak, uningda shu qo'yg'ishniki har qaysi bu qo'yish to'xtatish qatorliq kontrollarni bevosita chiqarib bergan. Biz DOM orqali hamda bu qo'yish to'xtatish knopkalarini ayrim buni boshqara olamiz. Anaki amaliy misolda play va pause qatorliq ikki usul bor. Pause va voidesdan iborat ikki xarakter bor. Amaliy misolni ko'radigan bo'lsak, mesela bu yerda play pause deganimizga buniki bir knopka birini aniqlab berib, buningga qo'yish, to'xtatish degan qiymatni bergan. Aniki bu cho'ng, o'tiral, kichik deb bularga masalan shu filmniki ekranni cho'ngiltish, normal holatga ko'rsatish, kichikiltish qatorliq shu harakatlarni bergan. Aniki buningga bu voidesdan iborat bu xarakter qiymatlarini bergan. Biz asli qaraydigan bo'lsak, butlay JavaScript kod orqali buning qarta bu mashg'ulot ilib borgan. Buning unumini ko'radigan bo'lsak, mana bu Chrome ko'rgusida bir film hozir film qo'yishni bosgandan keyin qo'yildi, to'xtatishni bossak bu to'xtadi. Buni cho'ngaytdik, o'tirallarga ketdik, kichiklatdik. Buni davomli qo'ydik, to'xtatdik. Demek mashg'ulotlarni ayirib chiqib knopka altida ko'rsatishga bo'ldi. Ondan keyin ko'p qism tor ko'rishlar qo'llaydigan film, usul, xarakter va harakatlari bularning ichida faqat video voides bilan video height xarakteri damaliq ko'rindi. Qolgan xarakterlar elementallik uchun qochilgandan keyin aniq ko'rindi. Ammo bu film, usul, xarakter va harakatlari deganda masalan 4 xil usul, masalan qo'yish, to'xtatish degandek. Ondan keyin xarakterdan xarakterlar buning ichida masalan xatolik uchun eskartish, ovoz, egizlik, kenglik degandek. Ondan keyin harakatlar masalan qo'yish, to'xtatish, ondan keyin xatolik uchuri, ondan keyin oxirlashtirish, saqlash, quruq degandek mashg'ulotlarniki hammasi bor.